Kimsiz? Keling, assalomu alaykum. Mana o'qizdi, sizlar o'qitdilaringmi? Ha, albatta biz o'qigan. Hozir men ingliz tili o'qituvchisiman. Meni o'rnimga shu qizni ishga joylashmoqchi ekan. Men ololmayapman shu sertifikatni. Farg'ona bo'yicha eng yosh B2 sertifikatini olgan qiz bo'libdi. Shu qizchaligan bo'lolmayapsanmi deb meni ishdan haydab yuborishyapti. Ha, unda keling siz ham bizda o'qing, sizni ham 3 oyda sertifikatga chiqarib beramiz. C1 va B2 sertifikatlarini olishingiz mumkin. Asablarim. Menga o'sha o'qituvchingizni ko'rsating. Hoziroq o'qishni boshlayman. Biz markazimizda Prezident maktabiga va milliy sertifikatlarga tayyorlov gruppalarimiz tashkillangan. Keyin ingliz tili, nemis tili, rus tili, koreys tili, turk tili hamda ona tili, matematika fanlaridan kurslar bo'lib o'tadi. Hozir yangi gruppalar tashkillangan. Maktabga tayyorlov boshlang'ich nolovoy gruppalarimiz ham ochildi yaqinda. Hamma sharoit qilib qo'yganmiz. Siz ham kelsangiz bemalol maza qilib o'qiysiz. Ha, aytgancha siz o'qituvchiman degandingiz, o'qituvchilar uchun ham alohida tezlashtirilgan intensiv hamda individual tarzda o'tiladigan gruppalarimiz tashkillangan. Shu ustoz bilan birgalikda Cefr hamda IELTS darajalaringizni yana ham ko'tarishingiz mumkin. Markazimiz yoqqan bo'lsa, gruppalarga kirib qatnashishingiz mumkin va inshaalloh 3 oyda sertifikat qo'lingizda bo'ladi.